Ronaldo Portugaliya terma jamoasining har bir o'yinchisiga qimmatbaho soat sovg'a qildi, hatto Jotaning oilasiga ham yubordi. Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi jamoadoshlariga sovg'alar uchun katta xarajat qildi. Yulduz hujumchi Millatlar Ligasi g'alabasini qo'lga kiritgan har bir o'yinchi uchun shaxsiylashtirilgan Jacob & Co soatini buyurtma qilgan. 40 yoshli portugaliyalik Diogo Jotani ham unutmagan. U Liverpool futbolchisi halok bo'lganidan keyin Jotaning oilasiga soat yuborgan. Diogo va uning akasi Andre Silva iyulda Ispaniya avtohalokatida vafot etgandi. Fojia sodir bo'lishidan bir oycha oldin Diogo Millatlar Ligasi g'olibi bo'lgan Portugaliya jamoasining bir qismi edi. O'sha paytda Cristiano shunday yozgandi: "Biz yaqindagina terma jamoada birga o'ynadik. Sen yaqinda uylanganding. Oilangga, xotiningga va bolalaringga hamdardligimni bildiraman. Ularga kuch-quvvat tilayman. Bilaman, sen doimo ular bilan bo'lasan. Diogo va Andre, biz hammamiz sizni sog'inib eslaymiz", dedi Ronaldo. Soatlarning sifatiga qarab bu soatlarning narxi 280 mingdan 400 ming dollargacha bo'ladi.